iza ja'akal munafiqun deb boshlanadi. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Ularning so'zlari shunaqa bo'ladiki, ularning so'zlarini eshitib hayron qolasiz. Doim axi deb turib, chiroyli gaplarni gapirarding. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarib yurarding. Jahannamda nima qilyapsan sen? Bu mavzu bizni o'zimizga tegishli. Mo'min bo'lib yashash juda ham qiyin bo'lib boryapti. Chunki har qadamda nifoq alomatlari, har qadamda insonni nifoqqa tortib ketadigan amalda. Shayton insonga amallarni ziynatlab ko'rsatyapti. Qur'oni Karimda Alloh aytgandek, zayyana lahumush shaytonu amalahum. Ularga, ya'ni insonlarga o'z amallarini shayton ziynatlayapti, chiroyli ko'rsatyapti, yaxshi ish qilyapsan deyapti. Va insonlarni ko'plari aldanyaptilar shaytonga. Nifoq ko'p insonlarning qalbiga kirib borayotganlik. Shu nifoqni qalbimizdan tozalab tashlashimiz kerak, yaqinlashtirmasligimiz kerak. Nima uchun? Chunki nifoq qalbga kirib qolsa, inson munofiqlik belgisi bilan amallari birlashib ketib qoladigan bo'lsa, dunyoda ham oxiratda ham qiynaladi. Bu dunyoda 200lamachi bo'lib yashashga majbur bo'ladi. Hech kimning oldida uni gaplari ham, amallari ham to'g'ri kelmay qoladi. Bir odamning oldida yuzi boshqacha, boshqa odamning oldida yuzi boshqacha bo'lib qiynalib yashaydi. Qiyin ularga. Oxiratda esa undan ham qiyin, dahshatli holatlar qarab turibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ham ozor berganlarni juda ko'pi munofiqlar bo'lgan. Va ozorni qattig'ini ham munofiqlar bergan. Hatto Makka mushriklaridan ham ko'proq ozor berdi va ozori Makka mushriklaridan ham o'tib ketdi. O'shaning uchun Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda ularga juda qattiq va'idlar tushirdi, oyatlar nozil qildi. Hatto Tavba surasida ularni Alloh azza va jalla jahannamga kiritish haqida oyatlar nozil qildi. Munofiqlik ikki xil bo'ladi: e'tiqodiy va amaliy. E'tiqodiy nifoq bu Allohga hamma oldida iymon keltirdim deydi, lekin o'zi og'aynilari, shaytonlari bilan qolganda iymon keltirmadim, ularni aldayapman deydi. Bu e'tiqodiy nifoq. Madina munofiqlar shunaqa e'tiqodiy nifoqda yashagan edi. Endi amaliy nifoq. Amaliy nifoq o'zi musulmonman deydi, namoz ham o'qiydi, roza ham tutadi, lekin namozlar Alloh uchun bo'lmaydi. Riyokor bo'ladi. Mana shu amaliy nifoq insonlar uchun qiladi. Namozni dangasariga qiladi. Yolg'on gapiradi, va'dani bajarmaydi, omonat qo'yilsa xiyonat qiladi, lekin mu'min. Allohni bir deydi, Muhammad alayhisalom meni payg'ambarim deydi, lekin amalda nifoq unda namoyon bo'lyapti. Demak, shu ikkovini ichiga ham kirmasligimiz kerak. Bugungi suhbatimiz mana shu. Mo'minning so'zi bilan amali bir xil bo'lish dinimizning asosi hisoblanadi. Mavzuimiz shu, sarlavhamiz shu. Shu borasida inshaalloh gaplashib boramiz. Islom dini bizni faqatgina bir xillikka undaydi. Qalbi qanaqa bo'lsa, tashqi ham xuddi shunaqa bo'lsin. Tashqarisi qanaqa bo'lsa, qalbi ham shunaqa bo'lsin. Ya'ni mo'min bo'lsin. Qalbi vayron bo'lib, tashqi tarafi go'zal bo'ladi, bu munofiqlarning ishi. Ya'ni tillarida go'zal so'zlarni aytadilar, lekin qalblari bilan yomonliklarni, ozorlarni, zulmlarni niyat qilib yuradilar. Payt poylasalarda o'shandan foydalanib olsalar, ana shunday yashaydilar. Bu ikki xillik. Zilvajhayn, ikki yuzlik va ikki yuzliklarni joyi Alloh taolo belgilab qo'ygan jahannamda bo'ladi. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Birinchi navbatda mo'min odam gapirgan gapiga amal qilish kerak va qilmagan ishini gapirmaslik kerak. Ko'p odamlarda kuzatasiz, ba'zilar qilmagan ishlarni gapirib yuradilar, ba'zilar gapiradilar lekin bajarmaydilar. Bunga hayotimizdan dalillar ko'p. O'shaning uchun Alloh azza va jalla Sof surasini 2-oyatda marhamat qilib aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun?" O iymon keltirganlar, hoy iymonim bor deb da'vo qilayotganlar, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirdim, mo'minman deb bong urayotganlar, nimaga qilmagan ishlaringizni gapiryapsiz deydi. Alloh taolo savol beryapti bizga. Nima uchun qilmagan ishlaringizni gapiryapsiz deyapti-da, kabura maqtan indallohi an taqulu ma la taf'alun. Qilmagan narsalaringizni gapirishingiz Allohning huzurida juda ham katta gunoh bo'ldi.
Juda ham katta xatoga yo'l qo'yib qo'ydingiz. Qilmagan ishni gapirish nima? Buni sof-so'fin tafsirda gaplashganmiz. Biz hozir mavzuyimizning tegishli qismlarini o'rganib ketaveramiz. Birinchisi, qilmagan narsasini gapirish, o'zi amal qilmaydi, lekin gapirib yuraveradi. Chiroyli gaplarni gapiradi. Og'aynilarga da'vatlarni qiladi. Choyxonalarga olib qolsa, undanda go'zal da'vatchi bo'lmaydi. Qo'shnilarga, yaqinlarga hammasi go'zal gaplarni gapiradi, lekin o'zida o'sha amaldan asar qolmagan. Asar yo'q. O'shaning uchun Alloh aytayapti: "O iymon keltirgan, nimaga qilmaydigan narsani gapirib o'tiribsan?" deydi. Nimaga qilmaydigan ishlaringni odamlarga vaysab o'tiribsan deydi. Unday bo'lmagin deydi. Bajar deydi. Gapir va o'zing ham bajar. Shamga o'xshama go'yo, atrofi yoritib o'zing eritib yo'yib ketadigan shamga o'xshama. Odamlarni ongidan, hayolidan, esidan chiqib ketadigan bir narsaga o'xshab qolma. Inson bo'l, mo'min bo'l. O'shaning uchun oyatning boshidayoq bizga iymonimizni Alloh ro'kach qilyapti. Ya ayyuhallazina amanu deyapti. Oy iymon keltirganlar. Nimaga ya ayyuhannas demadi? Nima uchun? Oy insonlar deb murojaat qilmadi. Iymon bilan murojaat qilyapti Alloh. Ya'ni iymoningiz bor, ha. Oxiratga iymon keltirgansiz. Ha, iymon keltirganmiz. Allohga iymon keltirgansiz. Ha. Unda qilmaydigan ishingizni gapirmang deyapti Alloh. Iymon bilan bog'layapti. Haqiqiy mo'min gapirgan gapiga javob beradi. Yoki qilmayotgan ishini odamlarga qil deb turib da'vat qilmaydi. O'zi omonatsiz. Omonatdor bo'lish kerak odamlar. Odam omonat yo'qolib ketyapti borgan sari degan gaplarni gapirmaslik kerak. O'zi yolg'onchi. Odamlar yolg'onchi bo'lib ketyapti, menga yolg'on gapirdi demaslik kerak. Yoki og'aynilarning orasiga kirib yolg'on gapirmaylar degan so'zlarni aytmaslik kerak, o'zida yolg'on bo'lsa. O'zi ilm o'qimaydi. Ilm o'qiylar, bunaqa qilinglar, bunaqa qilinglar demaslik kerak. O'zi Qur'on o'qimaydi. Qur'on xor bo'lib ketdi demaslik kerak. O'zi dinga xizmat qilmaydi. Xizmat qilayotganlarga ta'na otib, hammani o'ziga o'xshab bir go'r qilib, xizmat qilmaydigan qilib, o'zi xizmat qilmaydi va odamlarni ta'na bilan yerga kirgizib oladi. Ana ular unday bo'lib ketdi, bular bunday bo'lib ketdi, nargisi bunday bo'lib ketdi. Gap faqat g'iybatdan iborat. Gap faqatgina ta'na dashnomlardan iborat. Norozilik hayotda faqat. O'shaning uchun Alloh aytayapti: "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." O iymon keltirganlar, qilmayotgan ishingizni gapirmang o'zingizdan deyapti. Qilmayapsizmi, gapirmang deyapti. Misol uchun diningizga yordam qilmayapsizmi, aqllilik qilib chiqib olib, kim yordam qiladi va hokazo, nimaga u yordam qilmayapti degan gaplarni gapirmang. Siz qiling deyapti Alloh. Ko'payib boryapti borgan sari. O'qsin, hasanchi? Yo'q qilmayman. Unda gapirma. Alloh aytayapti: "Lima taqulun?" Nimaga gapirasan? Ma la taf'alun. Qilmaydigan ishlaringni. Oddiyroq qilib aytganda, o'zida amal yo'q, lekin gap bor. Alloh rahim qilsin. Agar shunday toifada qo'llanadigan bo'lsa, qiyomat kuni juda ham katta xatar qarab turibdi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar. Hozir uni ham dalil qilamiz. Gapirgan gapiga amal qilmaslik. Og'aynilarning ichida shunaqa bo'ladi, qarindoshlarning ichida shunaqa bo'ladi, qo'shnilarning ichida, jamoatlarning ichida shunaqasi bo'ladi. O'zi qilmaydi, qilish xohlamaydi ham, aytgan gapiga amal ham qilmaydi, lekin hammaga dakki berib yuradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu borasida hadislari bor. O'sha hadis bilan so'zimizni davom ettiramiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi sahihlarda rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yuja'u bir-rajul yawmal qiyamah." Qiyomat kuni bir odamni olib kelinadi dedilar. Rasululloh alayhisalom shunaqa hadislar ko'p bilamiz. Qiyomatni bizga ta'riflab beradilar. Qayerdan bilganlar? Allohning huzurida qiyomatdan o'tib olganda, Lavhul Mahfuzda hammasi bitib qo'yilgan. Alloh taolo qiyomat holatlarini payg'ambarimiz alayhisalomga ilqo qilib turgan. Qiyomat kuni bir odamni olib kelinadi. Fayulqa fin-nar, jahannam ichiga uloqtirib yuboriladi u odamni. Fatanzaliqu aqtabuhu. Uni ichak chavoqlari ag'darilib ketadi. Jahannamga uloqtirilganda. Fayaduru biha fin-nar kama yaduru al-himar birahahu. Eshak tegirmonda aylanganidek u ichak chavoqlari bilan jahannamda aylanib yuradi. Rasululloh alayhisalom shunaqa o'xshatyaptilarki, insonni qo'rqitadi. Kim bu odam deydi, to'g'rimi? Qiyomat kuni olib kelinlar ekan, jahannamni ichiga uloqtirib yuborilar ekan, yoniga, qirrog'iga, boshqa joyga emas, o'rtasi ichiga uloqtirib yuborilar ekan.
Va u odam ichak chavog'ilari ag'darilgan holatda o'sha jahannamda turadi. Bu degani azob qattiqligidan ichaklar tashqariga chiqib ketadi. Insonni ko'pincha azob tashqi badaniga beriladi, lekin uni ichak chavog'igacha ta'sir qilgan shu qadar. Ichak chavog'i tashqariga chiqib ketgan jahannamda va u jahannamda aylanib yuradi, ichaklarni ko'tarib. Rasululloh alayhisalom o'xshatyaptilar, xuddi tegirmonda eshak aylangandek aylanadi. Uni hatto eshakka ham o'xshatilyapti bu joyda. Eshakdan ham battar u. Xuddi tegirmonda eshak aylantirib, donni yanchgandek, u ham jahannamda aylanib yuradi. Aylanib yuradiki, payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilar, "Fayutifu bihi ahlun nar fayaqulun." Uni oldiga jahannamiylar keladi. Jahannamdagi jamiki odamlar uni oldiga to'planishni boshlaydi. Kimning oldiga? O'sha jahannamga uloqtirib yuborilgan odamning oldiga hamma jahannamiylar keladi, to'planadi. Payg'ambarimiz alayhisalom "Fayutif bihi" deyaptilar. Uni atrofida aylanib yuradi deyaptilar Rasululloh alayhisalom. Kim aylanib yuradi? Jahannamiylar kelib aylanib yuradi. Kelib so'raydi, "Fayaqulun", aytadilarki, "Ya fulan" deydilar. U odam tanib qoladilar. Jahannamda ichaklarini ko'tarib aylanib yurgan odamlarni tanib qoladilar. U yoqdagi jahannamiylar uni tanib qoladilarda, aytadilarki, "Ya fulan, oy falonchi, ma asobak, senga nima bo'ldi? Biz seni tanirdik-ku" deydilar. Chalg'imayapmiz-a? Telefonlarga qaramay turamiz, chalg'itib o'ryapmiz bir-birimizni. Munofiq haqida gap ketyapti, akalar. Bizni juda ham bir uyoq-buyoq masalamizni hal qilib qo'yadigan daraja bu. Chunki hozir bu jahannamda bo'layotgan holat insonni o'ylantirib qo'yadi. Kimikin u? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar, uni taniydi jahannamiylar. Bu dunyoda ko'rganda bu odamni. Choyxonada birga o'tirgan, qarindosh urug'larning orasida birga o'tirgan, qo'ni qo'shnilar orasida birga o'tirgan. Alloh saqlasin, jamoatda birga o'tirgan. Ya fulan deydi. Jahannamiylar haligi ichak chavog'ini ko'tarib yurgan odam deydi. "Oy falonchi, ma asobak. Nima bo'ldi senga? Nimaga bunaqa ichak chavog'laringni ko'tarib jahannamda azoblanib aylanib yuribsan? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf va tanhana 'anil munkar?" Axir sen bizni yaxshilikka buyurarding, yomonlikdan qaytararding. Doim axi deb turib, chiroyli gaplarni gapirarding. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarib yurarding. Jahannamda nima qilyapsan sen? Nimaga ichaklarni ko'tarib aylanib yuribsan? Nima bu ahvol? Shu qadar qattiq azoblanyapsan? deb so'raganlarida fayaqul, o'sha jahannamga tushgan, ichaklarni ko'tarib yurgan odam aytadiki, "Bala qad kuntu amurukum bil ma'ruf va la atihi va anhaakum 'anil munkar va atihi." Ha, o'sha yaramas inson manman. Ha, o'sha manman, sizlarni yaxshilikka buyurardim, lekin o'zim qilmas edim birortasini. Yomonlikdan qaytarardim, hammasini qilardim. O'shaning uchun shu azob berilyapti menga deysiz. Bu qo'rqinchli. Bu dahshatli. "Oy falon, sen u ish qil, nimaga qilmayapsan? Oy sen buni qil, nimaga qilmayapsan? Sen undan qayt, nimaga qaytmayapsan?" deb gapirib qo'yish oson, lekin amal qila olmasak qiyomat kunida Alloh rahim qilsin, ichak chavog'lar tashqariga chiqib ketadigan darajada azob beriladi. O'shaning uchun Alloh aytayapti-da, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Oy iymonim bor deganlar, nimaga qilmagan ishlaringizni gapirib yuribsiz? O'shaning uchun insonning so'zi bilan amali bir xil bo'lishi kerak. So'z boshqa olamda, amal boshqa sayyorada bo'lmasligi kerak. Ikkovi birlashishi kerak jasadda. Ikkovi birlashishi kerak qalbda. Amal bilan so'z birlashmasa, inson munofiqlikka qarab ketadi. U haqiqiy munofiq deyilmaydi mayli. O'sha e'tiqodiy nifoqqa ketgan munofiq deyilmaydi, lekin amaliy munofiqqa aylanib boradi. Va bu amaliy munofiq ko'paygan sari qalb qorayadi, oxiri e'tiqodiy munofiqqa olib boradi buni. Shunaqa munofiq bo'lib ketadiki, insonlarni aldab yuradi, Allohni aldab yuradi, yolg'on gapiradi, va'dani bajarmaydi, riyo qiladi, chala-chulpa namoz o'qiydi, oxiri Alloh azza va jalladan kechib yuboradi. Berilib ketgandan nifoq ichiga va e'tiqodiy nifoq o'tib ketadi. O'shanda Alloh bizni qaytaryapti. "Oy mu'minlar, sizlar qilmagan ishlaringizni gapirmang. Qilmaydigan ishlaringizni gapirmang." Bu bir xil edi. Endi yana bir toifa odamlar bor. Alloh aytayapti, "Lima taquluna ma la taf'alun." Nimaga qilmagan ishlaringizni gapirib yurasiz?
O'zi hayotda hech narsa qilmagan, falon narsani men qilganman deb gapirib yuradi. Falon ishni men qilganman deydi. O'zi qilmagan. Falon narsalarni men bajarganman deydi. O'zi bajarmagan. Masjidga yordam qilyapman deydi. Qilmagan. Yetimlarga yordam qilyapman deydi. Qilmagan. Men oilamga yaxshi gapiraman deydi. Gapirmagan. Ota-onamning xizmatidaman deydi. Xizmatida emas. Birodarlarimning g'amida yashayman deydi. Ularning g'amida yashamayapti. Dinni o'ylab yashayman deydi. Dinni o'ylamaydi ham, uxlaydi u doim. Nafsini o'ylaydi, uyini o'ylaydi, qizini o'ylaydi, o'g'lini hech kim o'ylamaydi boshqa. Dinini o'ylamaydi. Mana Alloh taolo aytayotgan, bayon qilayotgan jumlalar. Nimaga sizlar qilmayotgan ishlaringiz gapirib yuribsiz odamlarga? Maqtanib yuribsiz. Sizlar qilmayotgan ishlaringiz, gapirishingiz Allohning huzurida juda ham ulkan ish bo'lib ketdi. Qissa qilamiz. Oddiy tushuntiramiz. Bu dunyoda har bir og'zimizdan chiqayotgan gap Allohning huzurida bitib borilyapti. O'shaning uchun katta gapirmaslik kerak. O'zimizda ham maqol bor. Nonni katta tishlasang ham katta gapirma deydi. Bu dunyoda ham javob bera olmay qoladi, oxiratda umuman javob bera olmay qoladi. Nifoq shunaqa narsaki gapirtirib yuboraveradi. Uni qilaman, buni qilaman, uni qilganman, buni qilganman deyaveradi. Mo'min jim bo'ladi. Pasayadi. Sokin bo'ladi. Dengiz bo'ladi mo'min. Munofiq esa sharsharaga o'xshaydi. Ozgina suvi bor, lekin olamga ovozini tantadi. Lekin mo'min esa jim bo'ladi. Ichida g'alayon ketsa ham sokin turaveradi. Ana shunday mo'min bo'lishimiz kerak. Bu Alloh azza va jallani bizga bayon qilayotgan oyatlar. Agar shunga amal qilsak, inshaalloh Karim munofiqlarning ichiga kirib qolmaymiz. Qaysinga amal qilsak, gapirayotgan gapimizga amal qilsak va qilmagan ishimizni maqtanib gapirmaslik. Alloh rahim qilsin, hozir odamlar shu toifalarga bo'linib ketyapti. Bir toifasi qilmagan ishini maqtanib yuradi, ijtimoiy tarmoqda ham maqtanadi, hayotda ham maqtanadi, hamma yoqda maqtanadi. Ikkinchi toifasi shunday toifaki, Alloh azza va jallaning yo'lida hammaga gapiradi, lekin o'zi amal qilmaydi. Alloh rahim qilsin, biz haqiqiy mo'min bo'laylik. Kamchiliklar bor, xatolar bor. To'g'rilashimiz kerak. Hammamiz gapiruvchi, eshituvchi hamma bir xilmiz. Ya'ni amal qilishimiz kerak. Bir kishi oppoq, bir kishi qora deyishdan yiroqmiz. Bu Allohning oyatlari. Faqat bir kishi gapiryapti, boshqa kishi eshityapti xolos. Hammamiz amal qilishga Alloh taolo tomonidan farmon olganmiz, buyruq olganmiz. Agar amal qilmasak qiyin bo'ladi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga hatto munofiqlar haqida oyat tushirgan. Nafaqat oyat, bitta katta sura ham tushirib qo'ygan. To'g'rimi? Qodsami Alloh to'g'risida munofiqun surasi bor. Iza ja'akal munafiqun deb boshlanadi. Ich to'la munofiqlarni asl yuzlarini Alloh taolo ochib tashlaydi. Niso surasida ham ochib tashlaydi. Tavba surasida-ku Alloh azza va jalla ularni qamchilab tashlaydi. Jahannamga kiritadi. Fath surasida ham ularning yuzlarini ochib tashlaydi. Hadid surasida ham qiyomatdagi ahvollarni Alloh bayon qiladi. Qochib qutula olmaydi munofiq. Har bir tarafdan Alloh taoloning va'idlariga uchraydi. Munofiqun surasi 1-oyatda Alloh taolo aytadi: "Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasululloh vallohu ya'lamu innaka la rasuluh vallohu yashhadu innal munafiqina lakazibun." Ha, siz oldingizga munofiqlar keladilar, ey Rasululloh. Madinaga keldingiz, endi munofiqlar keladilarda guvohlik beramiz, siz Allohning rasulisiz deydilar. Alloh biladi siz Allohning rasuli ekaningizni va ularni kazzobligini ham Alloh biladi va guvohligini beradi. O'sha oyatdan keyin ularning yuzlarini bittan-bitta ochishni boshlaydi. Ular qanaqa bo'ladi? Sifat qanaqa bo'ladi? Gaplari qanaqa bo'ladi? Hatto ularning tuzilishlari chiroyli bo'lishi mumkin. Kiyimlari go'zal bo'lishi mumkin. So'zlari jimjimador bo'lishi mumkin. Lekin Allohning huzurida baribir ular nifoq egasigacha qolaveradi. O'shaning uchun aytilyapti-da, tashqi taraf Allohning huzurida umuman muhim emas. Payg'ambarimiz alayhisalom aytganlaridek, Alloh qiyomat kuni sizlarning suratlaringizga qaramaydi, amallaringizga qaraydi, qalblaringizga qaraydi. Mol dunyoyingizga ham qaramaydi. Surat naqadar go'zal bo'lsa-da, lekin qalb xarob bo'lsa, Alloh taolo ularni xuddi munofiqlar sifatida sifatlagandek sifatlayveradi. Tu'jibuka ajsamuhum deydi Alloh. Ha, ularning jismlari sizni ajablantiradi hatto deysiz.
Munofiqlarning jismlari, ko'rinishlari sizni ajablantirib yuboradi. Hayron qolasiz ularni ko'rganda. Ularning so'zlari shunaqa bo'ladiki, ularning so'zlarini eshitib hayron qolasiz. Lekin ular munofiq. Sizni oldingizga kelib iymon keltiradi, orqa tarafdan xohlagan ishini qiladi. Hozir yo'q deysizmi? Do'stlaringiz orasida yo'q deysizmi? Hamma og'zi kuygan odam do'stlarining orasidan kuygan. Qarindosh urug'larning ichida yo'q deysizmi? Anchagina bor. Jamoatlarning ichida yo'q deysizmi? Anchagina bor. Lekin bilib bo'lmaydi, mana shu mu'minlarga imtihon. Mana shu imtihon. Kim qanaqa hech kim bilib bo'lmaydi. Rasululloh alayhisalom davrlarida munofiqlik bo'lgan ekan, nimaga jazolanmagan, nimaga sahobalar ularni unday jazolamagan, bunday jazolamagan degan savollar tug'iladi, to'g'rimi? Bilmaganda hech kim. Rasululloh bilganlar, adolat ko'ring aytmaganlarda hech kimga. Aytganlarda bir-birini o'ldirib qo'yishi mumkin edi. Sahobalar munofiqlarni o'ldirib qo'yishlari mumkin edi. O'shaning uchun Umar roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, meni qo'ying o'z holimga, shularni bir kallasini olay" deganlarda, "Yo'q" deganlar. Nimaga? Umar roziyallohu anhu ham to'liq holda ajrata olmaydilar-da. Bilmasdan haqiqiysi sahobasini o'ldirib qo'ysa nima bo'ladi? To'g'rimi? Bilmagan holatda. O'shaning uchun Rasululloh alayhisalom yo'q deganlar. Hatto haqiqiy munofiqni bilgan taqdirlarida ham Rasululloh alayhisalom Umar roziyallohu anhu qo'ying desalar yo'q deganlar. Nimaga? Keyingi ummat Muhammad alayhisalom o'zining sahobalarini o'ldirib degan gap kerak emas menga deganlar. Nimaga? Biz ham bilmasligimiz mumkin-da. To'g'rimi? Endi bitta Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni taniymiz. Eng katta munofiqni. Nifoqqa eng kattasi edi. Hatto Nur surasida Alloh eng kattasi shu dedi Ifk voqeasida. Uni biz bilamiz, eshitdik. Rasululloh alayhisalom janozasiga qatnashaman desa ham Alloh taolo ruxsat bermadi. Hatto 70 marra 70 marta istig'for aytsangiz ham la yaghfirallohu lahum, Alloh ularni kechirmaydi deb tushirib qo'ydi. Shuni bilib qoldik. Rasululloh alayhisalom sha'nlariga yomon gapirgani uchun Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni tanib qoldik. Lekin boshqasini tanimaymiz-da. Nimaga tanimaymiz? Sahobalar roziyallohu anhumlar ham tanishmagan. Nimaga tanishmagan? Ular shunaqa yurganki, asl basharasini ko'rsatmagan. Rasululloh alayhisalom oldiga kelib, ko'ringmi deyapti. Alloh taolo oyatda keltirib qo'yapti. Izaja akal munafiqun. Sizni oldingizga munofiqlar keladilar. Keldilar ham deyapti. Jaa deyapti Alloh. Kelib bo'ldilar. Nashhadu qalu nashhadu innaka la rasululloh. Qarang, ta'kidlar bilan gapirishar ekan. Qalu aytdilarki, nashhadu guvohlik beramiz. Bu ta'kid bu. Aytamiz emas, guvohlik beramiz. Innaka bu ham ta'kid. Inna bilan kelyapti. Albatta siz la rasululloh, lomi ta'kid bilan. Qasamki Allohning rasulisiz devoradigan darajada shunday deydilar ham hatto. Shu gaplarni aytadi. Alloh azza va jalla bularning yuzini ochyapti. Endi atrofdagilar bilmaganda, bizni qo'rqitadigan joyi mana shu. Kim qanday hech kim bilmaydi. Xo'p, nima qilish kerak shunga? So'z bilan amalni bir xil qilish kerak. Eng avvalo o'zimizda. Biz boshqalarni aybini ochib, ana munofiq ekan, men bilib keldim uni ilmini, falon sifatlar topilsa munofiq bo'lar ekan deb odamlardan qidirmaymiz. Bu sifatlarni olib uyga borib o'zimizni taftish qilamiz. Bizda bormi, yo'qmi? Bizda bormi, yo'qmi? Yo'q bo'lsa alhamdulillah, bor bo'lsa anchagina muammo bor. Bu mavzu bizni o'zimizga tegishli. O'zimizni isloh qilishga tegishli. Chunki tilimiz bilan iymon keltirdik. Xo'p, amalimiz bilan xato qilmayapmizmi? E'tiqodiy, xo'p, nifoqqa bormanmiz, lekin amaliy nifoqqa qarab ketib qolmayapmizmi? Shuni tekshiramiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, u munofiqlar alomatlari bor. Hadislarda buni bayon qilingan. Oyatlarda buni bayon qilingan. Keling biz o'sha oyatlarni bitta-bitta, hadislarni bitta-bitta o'rganib chiqamizda, tartib bilan sanaymiz munofiqning alomatlarini. Shunda tekshirish osonroq bo'ladi. Hammasining dalillari bor. Oyat, hadislardan bitta-bitta gaplashib boraveramiz. Xo'p, munofiq alomati. Birinchisi, yolg'on gapiradi. Mo'min odam rostgo'y bo'ladi, munofiq yolg'onchi bo'ladi. Yolg'on oddiy holga aylangan, odatga aylangan. Ulamolar o'shaning uchun aytadi, seni gunohlaring odatga aylangan bo'lsa, o'zingni bil isloh qil. Allohning huzurida qadrding ham qolmabsan deyshadi. Agar gunoh odatga aylansa, inson bir xato qilib qo'yadi, bir gunoh qilib qo'yadi, lekin odatga aylantirib olsa uni, ishi juda ham
katta uni qiyomat kunida. Muammosi katta. Yolg'onchilik odatga aylantirgan odamlar bo'ladi. Hatto shunaqa odatga aylantirganki, yolg'on gapirayotganini sezmay ham ketganda, oddiy holat qilib qolgan. Qayerda siz desa, uyda bo'lsa ko'chadaman devoraveradi. Shundoq oddiy. Farzandlarga chaqirib kelsa, yo'q devorgin, oddiy. Bolasiga konfet olib kelaman kechqurun desa, olib kelmaydi, oddiy narsa. Telefon qilganda, ishim bitqizdingizmi desa, ha, ozginasi qoldi. 15% qoldi, lekin uni 100% ham hali o'rganib chiqilmagan, ko'rib ham chiqilmagan. 1% ham ko'rib chiqilmagan. Oddiy bo'lib ketgan. Munofiqning eng katta alomati yolg'onchilik. O'shaning uchun Alloh azza va jalla mu'minlar haqida gapirsa, doim rostgo'ylikni ularga nisbat beradi. Savdogarlar haqida gapirganda ham rostgo'y bo'lsa deysiz. Haqiqiy mu'minlarning shunday bo'ladi. Ya ayyuhallazina amanu kunu ma'as sodiqin deydi Alloh Qur'onda, Tavba surasida. O iymon keltirganlar, rostgo'y bo'linglar. Rostgo'ylar bilan birga bo'linglar deydi. Yana iymonni Alloh taolo bizga ro'yxat qiladi. Ahzob surasida. Ya ayyuhallazina amanu taqulloh va qulu qawlan sadida. O iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqing. Qo'rqishingiz eng katta belgisi to'g'ri so'zlang. Juda katta foyda chiqyapti. Allohdan eng ko'p qo'rqadigan odamni qanaqa qilib ajratamiz desa, to'g'ri so'zlaydi u doim. To'g'ri so'zlamayaptimi, Allohdan qo'rqmayapti. Chunki taqvo bilan yonma-yon keltiryapti Alloh. Allohdan qo'rqing, to'g'ri so'zlang. To'g'ri so'zlamayapsizmi, Allohdan qo'rqmayapsiz. Do'ppicha kiyib olmaysizmi? Oq ko'ynakchalarni kiyib olmaysizmi? U Arabistondan olib kelib turib ro'molchalarni o'rab, boshqa rezinkalarni o'rab olmaydimi? Rostgo'y emasmi? Alloh taolo, yo'q, sen Allohdan qo'rqmayapsan deydi. Ana ko'ryapsizmi, Alloh taolo kiyimlar bilan o'lchamaydi-da. Bu degan ochiq sochli yursa bo'lar ekanda, kiyimga qaramas ekan degan gap emas bu. Kiyimni go'zalligi, qimmatbaholigiga qaramaydi degani bu. Tashqi ko'rinish juda yaltir-yultir bo'lishiga qaramaydi deydi. Xullas, birinchi sifat munofiqga yolg'onchi bo'ladi munofiq. Mo'min rostgo'y bo'ladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu siddiq bo'lganlar, o'sha rostgo'y bo'lganlar, tasdiqlaganlar. Doim payg'ambarimiz alayhissalomni oldilarida turib hamma narsani tasdiqlaganlar. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda payg'ambarlarni gapirganda ularni rostgo'ylar deydi. To'g'rimi? Va biz mu'minlar qiyomat kunida tirilishimiz aniq, to'g'rimi? Kim bilan tirilishimizni Alloh taolo sifatlab bergan. Ma'an nabiyyin vas siddiqin deydi Alloh. Qarang, ma'an nabiyyin vas siddiqin vas shuhada vas solihin va hasuna ulayka rafiqa. Sizlar qiyomat kuni bilasizlarmi kim bilan tirilasiz ey mu'minlar agar Alloh va Rasuliga itoat qilsangiz deydi. Xo'p, payg'ambarlar bilan tirilasiz, rostgo'ylar bilan tirilasiz, shuhadolar va solihlar bilan tirilasiz. Ana o'shalar eng yaxshi sherik qiyomat kunida sizlarga. Xo'p, o'sha payg'ambarlardan keyingi bosqichda turganlar kim? Siddiqlar, sodiqlar. O'sha sodiqlarni Alloh yaxshi ko'radi, o'shaning uchun maqtayveradi Qur'oni Karimda. Ularni Alloh taolo madh etaveradi. Mo'minlar sifati rostgo'ylik, munofiqlarning sifati yolg'onchilik. Yolg'on oddiy bo'lib qolgan. Ertaga beraman, yolg'on. Beringiz kelmaydi, o'zi bermaydi. Shunchaki o'sha muddatgacha yetib olsa bo'ldi. Keyingi oy beraman. Shunchaki o'sha muddatga yetib olsa bo'ldi, bir amallab yana cho'zib oladi bir amallab. Qalbida ko'ryapsizmi, boshqa, tilida boshqa narsa. Munofiqqa qarab ketyapti u. Hech qachon dunyo uchun yolg'on gapirmaslik kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham dunyo uchun zinhor va zinhor yolg'on ishlatmaslik kerak, chunki bu munofiqlikning alomati. 9 da kelaman, 10 da kelaman deydi, 3 soat, 4 soatlab yo'q bo'lib ketadi. Kichkina narsa, yo'q, kichkina narsa emas bu. Mu'minning vaqti, zikr qilish vaqti, namoz o'qish payti, ilm olish payti, Qur'on o'qish payti, savdo sotiq payti olinyapti uning vaqtini. Bitta yolg'on tufayli. Agar uzrli bo'lsa, boshqa bo'lsa, bir og'iz aytib qo'ysa tamom. Haqiqiy rostgo'ylik o'tib ketaveradi. Kech qolyapti, kela olmayapti, uzr, kech qolyapman, kela olmayapman, ishim chiqib qoldi. Bo'ldi, shariat bunga ruxsat beradi. Faqatgina qalbda yolg'on gapirib, ertaga 10 ga aytib qo'yaveray, kelib kutib ketadi-da. Aka bering deydi, xo'p, berdim mana sizga pul, qarz. 3 kundan keyin beraman. Mana ketyaptimi, rostgo'y gapiryapman deydimi? Keyin 3 kun muddat keladi, o'sha kun telefonni olmaydi yoki bo'lmasa o'chirib qo'yadi. Bu kichkina gaplar emas. Bu katta gaplar. O'shaning uchun ularni Alloh va Rasuli yomon ko'radi-da.
Ha, o'xshamayapti, topolmayapman, aytib qo'y bir og'iz. Bir og'iz aytib qo'y. Ha, endi qo'limdan kelmaydi aytib qo'yish, chunki tushunmaydi. Tushunmasa o'sha paytda sen undan qarz so'ra, bunaqa katta qarzlarni. Ko'p gaplashamiz u. Ro'zg'or yetishmovchiligi, bolasini misol uchun formasi yo'qligi maktabga yoki bo'lmasa dori-darmonga pul yo'qligidan so'ramayapti-da. Agar qo'liga $100 pul bersangiz, deydi, men senga gadoymanmi deydi. Sahobalar bir-biriga berib o'rgan ekan-ku deydi. Bu katta pul bu. Sahobalar bitta qo'y kallasini, bir-biridan nonni, ozgina bir arpani bir-birlariga berishgan. Katta omonatdor egalari ular berishgan. Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu ularga o'xshagan. Xulosa qilib aytayapmizki, olayotgan paytda juda katta gaplar, lekin qaytarilayotgan paytda yolg'onlar taqqalib qalashib yotadi. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Birinchisi yolg'on ekan. Bu haqda gaplashsak gap ko'p. O'zi Rasululloh alayhissalom aytganlaridek, ayatul munafiqi salas, iza haddasa kazab. Muttafaqun alayhi hadis. Hammamiz bilamiz. Yodlab o'rganamiz buni. Munofiqning alomati 3 ta. Birinchisi iza haddasa kazaba. Gapirsa yolg'on gapiradi. Akalar, yolg'on gapirmaylik. Nima bo'lsa bo'lar dunyo, yolg'on gapirmaylik. Har qanaqa vaziyatda ham rost gapiraylik. U oldingilar aytgandek, boshingga qilinch kelsa ham rost gapir. Boshingga qilich kelsa ham to'g'risini gapir. Nimaga? Mard bo'lib dunyodan o'tgan yaxshi-da. Nomard bo'lib, yolg'onchi bo'lib, munofiq bo'lib qalblarda qolgandan ko'ra rostgo'y bo'lib dunyolardan kechgan yaxshi-da. Chunki erkak kishining lafzi, erkak kishining haybati, maqomati hamma narsadan ustun. Lekin ayrim hozirgi insonlardan emas. Ular uchun bu shart emas. Erkak lafsiz desa, kechdim o'sha erkakligimdan deysiz. Voy, siz va'da bergansiz, yolg'on gapirmang desa, nima qilibdi deysiz. Erkak kishi aytadi ham, qaytadi ham deb erkaklarning sha'niga tuhmat olib beradi, yolg'on olib beradi. Kazzoblik etmaganda shuncha baloni ham ko'tarib keladi. Bu munofiq alomati.